Aytishlaricha, tuxumni ishlatishdan avval uni yuvib tashlab, qumga ishqalab, keyin undan foydalanish mumkin ekan. Bo'lmasam makruh bo'ladi deyishdi. Chindan ham shundaymi? Afsuski bu gapni kimdan eshitilganligi aytilmabdi. Qaysi toifaga mansub odamlar aytdi buni? Kim aytdi? Agar shu gaplar ham ma'lum bo'lsa, tushunishga oson bo'lar edi. Tuxumni avval yuvib tashlab, keyin qumga ishqalasin degan gap shariatda yo'q. Tuxum pokiza narsa. Buni Muxtasari Viqoyada ham aytib o'tgan, boshqa kitoblarimizda ham aytib o'tgan. Bu mulohazani qilayotgan kishilarning mulohazalari ba'zi vaqtlarda tuxumga tovuqni axlati bir oz ilashib qolgan holati bo'ladi. Bu albatta ana shu narsa tuxumni ichiga o'tib ketdi degani emas. Agar o'sha bir rang sifatida, qoldiq sifatida tuxumda tursa, ana shuni yuvib borib ishlatsa bo'laveradi.